Muqaddas ro'za Ramazon oyida yurak kasalligi bor bemorlar nimalarga e'tibor berish kerak? Keling ko'rib chiqamiz. Avvalo, shifokoringiz bilan maslahat qiling. Agar sizda yurak yetishmovchiligi, yurak ishemik kasalligi, xavfli aritmiyalar bo'lsa, ro'za tutish mumkinmi, yo'qmi degan savollarni shifokoringizga bering. Keyingisi, dori qabul qilish rejimini to'g'rilash. Biz bilamizki, ko'pgina yurak kasalliklari uchun dorilar 2-3 mahalgacha qabul qilinadi. Buni biz saharlik va iftorlikka moslashimiz zarur. Keyingisi, suyuqlik yetishmovchiligidan saqlanish. Iftorlik vaqtida yetarlicha suv ichish. Suv ichmaslik qon quyuqlashishiga, qon bosimi pasayishiga olib keladi. Ovqatlanishdagi me'yor. Ro'zadan keyin juda ko'p ovqatlanish qon bosimini oshiradi va yurakka yuklama beradi. Tavsiya: kam tuzli, kam yog'li va yetarli porsiyada ovqatlanish. Iloji boricha shirinliklar yemaslik kerak. So'nggi va eng asosiysi, bu belgilarni e'tiborsiz qoldirmang. Agar ro'za paytida kuchli bosh aylanish, holsizlik, ko'krak qafasida og'riq kabi shikoyatlar bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Ushbu videoni ro'za tutmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.